Sizlar mana onam keldilar mehmonga. Hammaga salom. Bizni отдельно ishimizni bilmaganlar uchun-da hamma har doim meni adashtiradiman. Alohida yashaymiz. Onam hovlida yashaydilar, men отдельно yashayman. Xullas, xalq deb muammoni ko'tarmoqchiman. Odam biladilar mana va tarvuzlarni yash ko'raman. Har kechqurun tarvuz yeyman. Siz ham yash ko'rasiz tarvuzni. Lekin bu yoz nimadir vashi g'alat tarvuzda bo'ldi. Ana ito alayskidan topib keldi. Hidi bor, lekin ta'mi baribir unaqa emas. Endi xullas savol-a. Yoshlikda esimda bor, shunaqa tarvuz yaxshi ko'rardim. Non bilan tarvuz yesam qornim to'yardi. Da, men ham har kech shu non bilan issiq lepyoshka bilan tarvuz yerdim. Lekin bu yoz birinchimi, ikkinchi tarvuzimda yotgan bu. Mana shunaqa. No qovun bo'laymaydi, qovun yog'imizda. Xullas, asosiy savol, qayerda eng zo'r tarvuzni sotilyapti? Shu eskicha. Qidiryapmiz, mana bitta yozib oringlar, tavsiya etib, to'g'rimi? Borib olamiz, oilaga yuboramiz. Sezon tugayapti uni ustiga. Taom bo'lyapti, yeb olaylik tarvuzni.